hammangiz tanigan o'sha pushti mashinasi bor blogerimizdagi bugun sizlar bilan trendga chiqqan aksessuarimiz va eng chiroyli sumочкamizni birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli narsalarni atrofimizga yig'ib olamiz. Birinchi sumочкаdan boshlaymiz. Tosh ranglarini, sochniligini ko'ryapsizlarmi? Judayam chiroyli. Bu aksessuarimiz uchun kerak bo'ladigan simlar va shunaqa osnovalar kerak bo'ladi. Leskani kesib olib boshlaymiz. Men albatta kals o'qib boshlayman, chunki sumka o'shanda qattim va mustahkam bo'lib chiqadi. Shunaqa narsalar yasashga qiziqsangiz va daromad qilmoqchi bo'lsangiz, men sizni o'zimni offline kursimga taklif qilaman. Offline kursga yozilgan 5 ta qizga kurs narxini 990 mingdan qilib beraman. To'liqroq ma'lumot olish uchun Telegram kanalimga murojaat qiling. Sumka tayyor bo'ldi. Endi aksessuarimizni boshlaymiz. Aksessuarimizga 30 shoda tosh kerak bo'ladi. Shunaqa 3 tadan qirg'izib 750 ta yasab olamiz. Shu ahvolga keltiramiz. Shunaqa qiyin aksessuarlarni ham men sizlarga o'zimni offline kursimda o'rganasiz. Offline kurs atiga 10 kun va kurs oxirida sizga sertifikat beriladi. Faqatgina 5 ta qizimizga kurs narxini 990 mingdan qilib beraman va qo'shimchasiga sizga Instagram haqida ham to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Sizningcha bu qaysi blogerimiz uchun yasadi? Kommentariyada pushti mashinasi bor blogerlarni yozib qoldiring. Menga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang.